Assalomu alaykum. 14 kun oldin qon miqdorini doimiy uzluksiz nazorat qiluvchi apparat, ya'ni CGM o'rnatgan edik. Bu apparatning qulayliklari doimiy ravishda qon miqdorini o'lchab, telefonga uni oshayotgani yoki tushayotgani, qanday ko'rsatishda ketayotganligini ko'rsatib, xabar berib turadi. Va eng qulaylik tomonlardan biri bemordagi qon miqdorini nafaqat uni shifokori, balki uydagilari yoki nazorat qiluvchi shaxs ham birdaniga kuzatish imkoni bo'ladi. Va agarda bemorda internet va Bluetooth yoniq bo'ladigan bo'lsa, viloyatlarda turib yoki boshqa shaharda, boshqa davlatdan turib ham bemorning qon miqdorini nazorat qilish imkonini beradi. 14 kun vaqt o'tgandan keyin uni almashtirish yoki olib tashlash kerak bo'ladi. Bugun bizni ham 14 kunlik kuni tugaganligi sababli ushbu apparatni olib tashlaymiz. Bunday apparatning turlari ko'p. Bizniki bu CI firmaniki. Bunda 14 kun turgandan keyin uni yaroqlilik muddati, ya'ni ishlash faoliyati tugaydi. Undan keyin mana shunday naklinkalari olib tashlanadi. Mana shunday kichkina plastmassa nina va tanga 500 so'm yoki 1000 so'm tangadek keladigan mana shunday apparat yordamida qon miqdorini 14 kun uzluksiz kuzatish imkoni bo'ladi. Buni yana bir tomoni diabetni boshqarishni sifatini yaxshilaydi, bemorning hayot sifati yaxshilanadi. Bundan tashqari bemorni nazorat qilish, sport bilan shug'ullanish, kundalik aktivlik bilan shug'ullanishi birmuncha yaxshilanadi va eng asosiysi qon miqdori nazorati yaxshilanadi. Uni o'rnidan keyin deyarli hech qanday o'zgarishlar qolmaydi. Mana bitta nuqtacha. Va keyingi apparat tanani boshqa sohasiga, ya'ni ushbu qo'yilgan sohadan uzoqroqqa qo'yish mumkin bo'ladi. Ushbu apparat juda ham kichkina va eni ham juda kichkina bo'lganligi sababli umuman taqish, u bilan ishlash, yurish yoki jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish juda ham qulay, cho'milish ham mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.